Assalomu alaykum. Rahmat chaqirganlaringiz uchun. Xo'p, men ismim Nozir, familiyam To'xtamrodov. Samarqand viloyatidaman, Samarqand tumanida tug'ilganman. Yoshim 30 da va o'zim dasturchi sifatida faoliyat yuritaman. 6 yildan ortiqroq dasturchi sifatida ishlayman. Hozir ham bitta sun'iy intellekt bo'yicha bitta kompaniyada ishlayapman. Va aynan shu sun'iy intellekt bo'yicha va dasturlashga qiziqqanim sababli ham bu yoqqa kelib qolganman o'sha. Magistraturani o'qigandan keyin ilm-fan bilan shug'ullanish niyatida qiziqib o'sha Dilnoz To'lqinov, ya'ni ilmiy rahbari Muhammedjon Dilnoz To'lqinovning oldiga kelganman. Birinchi o'zi meni dasturchi sifatida chaqirishgan bir proyektga yordamga. Keyin o'sha dasturni qilgandan keyin o'zlari qiziqib ilm-fan bilan shug'ullanmaysanmi deganlardan keyin shu markazga kelib qolganmiz. Va 3 yil o'sha doktorant sifatida mana o'qidik. Ilmiy ishimga keladigan bo'lsak, ilmiy ishim shu sun'iy intellektga bog'liq. Aynan aytadigan bo'lsak, neural networks, ya'ni o'sha neyron tarmoqlari va image recognition deydi, o'sha tasvirlarni tanib olish. Qishloq xo'jaligidagi rasmlarni o'sha qishloq xo'jaligidagi ana u nima deydi, har xil gul yoki masalan aytaylik qanaqadir ekinlar bo'lsa-da, o'shalarni bargiga qarab ularni kasalligini aniqlab olish. Ya'ni o'sha chunki bargi kasalligini aytadi-da. Shunaqa proyekt qilganmiz va uni o'sha Samarqand viloyatidagi 3 ta tumanda o'sha внедрение deydi, qo'llaganmiz, o'sha amaliyotga jo'natganmiz-da. Keyin o'sha bo'yicha zashta qildik. Va undan tashqari matematikaga ham chuqurroq kirganmiz ishimizda. Chunki bizda asosiy o'sha bir ikkita muammolar, aynan sun'iy intellektdagi muammolarni hal qilish, ya'ni singulyarlik degan muammo bor. Endi to'liq aytib o'tirmayman, juda katta narsa. O'sha narsaga ham yo'naltirganmiz ilmiy ishimizni. Qisqacha qilib aytsak shunaqa. Birinchidan tasvirni aniqlab olish hamma biladi, u juda dolzarb muammolardan ko'p sohada qo'llanilyapti va albatta o'sha boyagi qishloq xo'jaligida ham muhim narsa bu. Sababi juda ko'p hajmdagi nimalarni, o'sha ma'lumotlarni tez qilsa bo'ladi, обработка qilsa bo'ladi, ya'ni o'sha qayta ishlab diagnoz qo'ysa bo'ladi. Da, chunki tezlik bilan masalan aytaylik qaysidir bir aytaylik bir 20 ta 30 ta qanaqadir ekin deylik-da, uni diagnoz qo'yish usulini shuni rasmni olib o'sha nimaga bersangiz, sun'iy intellektga diagnoz qo'yib tashlayveradi-da. Endi o'simliklar turi ko'p. U yerda 46 ta adashmasam nima bor edi, o'sha turi bor edi. Nimasi o'sha. Bu yerda o'simlik emas, u yerda aynan kasallik desak, chunki bitta o'simlikning ikki nechta kasalligi bo'lishi mumkin. Bizda obyekt nima deydi, aynan o'sha tasvirlar, ya'ni tasvirlar bo'lgan va bu yerga anaviga javob beradigan bo'lsak, qanday yaxshi qildi degan savolga meni o'zi bizdan oldin bu narsani ko'rmadim. Bizdan oldin qishloq xo'jaligida qo'llanilmagan O'zbekistonda men topolmadim. Aynan image recognition'ni o'sha boyagi klassifikatsiya masalasida bargga qarab anav qilishda ularda ham men ko'rmadim. Qanaqadir o'zlarida anav nima deydi, o'sha qishloq xo'jaligi idoralarida qanday programma softi yo'q-da. Endi aniq ayta olmayman, lekin meni bilishim bo'yicha bu hozir birinchi marta qilindi, aynan qishloq xo'jaligi uchun. Ya'ni ta'sirni endi boshqa davlatlarda bor. Ulardagi diagnoz qo'yishi 10% dan 20% gacha tezlashtirdi-da, o'rtacha, ya'ni o'sha vaqtga nisbatan tezlashtirgan 10% dan 20% gacha. Ya'ni vaqtga nisbatan nima deydi, tezlashtirdi-da, diagnoz qo'yish samaradorligi deymizmi, nima deymiz. Menimcha endi kelajakdagi ishlarimizda aynan qishloq xo'jaligiga kirishmasak kerak deb o'ylayman. Chunki qishloq xo'jaligi bu bitta otрасль, lekin keyingi etap bu DS, o'sha ya'ni Doctor of Science, u yoqda kattaroq olinadi. Endi u yoqda ko'ramiz, hozir aynan sun'iy intellektni yanada chuqurroq, ya'ni o'sha fundamental masalalarga kirishamiz. Xudo xolasa, ya'ni masalan o'sha boyagi aytgandek singulyarlik masalalari va hokazo, ya'ni aynan sun'iy intellekt algoritmlarini qaysidir tomonlama takomillashtirish va nafaqat bitta sohaga, ko'p sohaga foyda beradigan darajada qilish niyatida va albatta o'shanga to'g'ri keladigan soft, ya'ni o'sha programma produkt qilish niyatimiz bor. Ilm-fan tomonlama bu institutda ustozlarim juda ko'p menga foyda berishdi, ya'ni juda ko'p ilm berishdi. Chunki bu aytganda men dasturchilik qilib yurganimda to'g'risi men o'ylaganmanki,
dasturlash ну dasturlash zo'rda ilm-fan endi unaqa qiziq emas deb o'ylaganman. Lekin keyin men bildim, то что ilm-fan ham qiziq ekan. Ya'ni faqat dasturchi bo'lib emas, ilm-fanga kirishsangiz ham yanada qiziqroq bo'lar ekan. Chunki dastur yozish bu boshqa bitta masala, ilm-fan bilan shug'ullanish boshqa masala ekan. Ikkalasi ikki xil narsa. Va bu narsaga haqiqatan kirishishimga juda ko'p yordam berishdi. Bu yoqdagi ustozlar, o'zini ayniqsa o'sha Dilnoza Muhammadiyeva Tukunovna ustozim. Shunga ularga minnatdorman va umuman shogird bo'lmasa bizdan keyin keladiganlarga maslahatim bu soha kundan kunga tobora kattalashyapti, kichikmayapti. Ish ko'p. O'sha fundamental masalalarga kirishish kerak ko'proq va nima deydi, haqiqiy o'sha foyda keltiradigan qanaqadir softlar qilishga ko'proq urg'u berishga chaqirgan bo'lardim. Ya'ni boyagi o'sha programma produktlar, sun'iy intellektga o'sha nima qilgan, nima deydi, yo'naltirilgan va aynan umuman aytganda sun'iy intellektning rivojlanishini nima deydi, hissa qo'shishda endi qisqacha aytganda. Chunki ko'p masalalar bor O'zbekiston oldida, hali o'sha boyagi 2030 strategiyasi va hokazo shunga o'xshagan narsalar.